Bemor shifokor huzuriga borib, bezovtalikdan shikoyat qildi. Qilmasa bo'lmaydigan bir dunyo yumushi borligini, lekin ulgura olmayotganini, ishlar kutib turmasligini kuyunib aytdi. Doktor so'radi: "Bu ishlarni boshqa odam qila olmaydimi? Yoki birontasi yordam bersa-chi?" "Yo'q, sira. Ularni faqat o'zim uddalay olaman. Boshqasi eplashga ko'zim yetmaydi." "Unday bo'lsa, sizga bir tavsiya yozib beraman", dedi doktor. "Unga to'liq amal qilsangiz, sog'ayib ketasiz inshaalloh." Bemor tavsiyani o'qib hayron qoldi. Unda har kuni 2 soat sayr qilish, haftada yarim kunni qabristonda o'tkazish tavsiya etilgandi. "Sayrni-ku tushundim, lekin qabristonga nega borish kerak?" so'radi bemor. "Qabristonga borib, do'ppayib turgan go'rlarga bir e'tibor bering. U joy o'zini hammadan kerakli deb bilgan odamlar bilan liq to'la. Siz ham ertaga qabrga kirgach, faqat men qodirman deb o'ylagan ishlaringizni boshqalar davom ettirayotganiga guvoh bo'lasiz."